Xitoy Sharqi Turkiston chegara rayonida mudofaa sepili yasamoqchi. 24-yanvar Amerika ovozi bergan xabarda bildirilishicha, Xitoyning Sharqi Turkistondagi atalmish Uyg'ur avtonom rayonining qo'rchoq raisi Shuhrat Zakir Sharqi Turkistonning chegara rayonida qo'g'dash tadbirlarini kuchaytirib, sepil yasab chiqishimiz lozim deganlarini bildirgan. Xitoyning seshanba kundagi kundalik gazeti xabarida Xitoyning Sharqi Turkistondagi qo'rchoq organi bo'lgan Uyg'ur avtonom rayon raisi Shuhrat Zakirning chet eldagi qurolli kuchlarning singib kirishining oldini olish uchun Sharqi Turkistonning chegara rayonlarida mudofaa sepili yasashimiz lozim deganligini. Shuhrat Zakirning bu so'zi oldingi yili Shi Jinpingning Xitoy 2 yig'inda qilgan Tömür sepil bilan Sharqi Turkistonning chegara muqimligini qo'g'dash tadbirini elishimiz lozim degan so'ziga mos keldiganligini oshkorlagan. Xitoyning dinga ishonmaslikka qasam qildirish harakati davomlashmoqda. 24-yanvar Outlook to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoyning ichkari o'lkalarida yashayotgan musulmonlarning soni eng ko'p bo'lgan Gansu o'lkasining Ningxia Xuyzu avtonom oblastida keng ko'lamda dinga ishonmaslik, marksizm ideyasida ching turish haqida qasam qilish yig'ini ochilgan. Xabarda Xitoy mustamlikasida yashayotgan 21 million atrofida musulmonning borligi, bu musulmonlarning ko'p sonligining Sharqi Turkiston bilan Ningxia Xuyzu avtonom oblastida yashaydiganligini, Xitoyning oldingi yillari Sharqi Turkistondagi Kommunist partiya a'zolarini dinga ishonmaslik, marksizm dinida ching turish haqida qasam qildirganligini, bu yildan boshlab tungan musulmonlar o'ltiraqlashgan rayonlardagi amaldorlarni dinga ishonmaslik, marksizm dinida ching turish haqida qasam qildirganligini oshkorlagan. Xabarda Beijing Millatlar universitet professori Xiong Kunshun muxbirga musulmon rayonlarida o'sib yetilgan kompartiya a'zolari oshkora maydonlarda Kommunist partiyasiga kirgani bilan amaliyotda ular maxfiy holda dinga ishonadi deganlarni bildirganligini. Bu qitimqi dinga ishonmaslik, marksizm dinida ching turishga qasam qildirish bo'lsa, partiya kadrlarini amaliy harakati orqali partiyaga sodiq bo'lishga majbur qilayotganligini oshkorlagan. Arakanda zulm uzluksiz davomlashmoqda. 24-yanvar Yangi Akit gazeti bergan xabarda bildirilishicha, buddistlarning Arakan musulmonlarga yurgizayotgan zo'ravonlik qilmishlari yana davomlashmoqda. Ma'lum bo'lishicha, buddistlar musulmonlar o'ltiraqlashgan Maung Davdagi ba'zi yezilardagi musulmonlarning uy makonlariga o't qo'yib berish ahvollarining texishi to'xtamaganligini, Bengla doiralari Arakanlik musulmonlarning o'z ziminlariga qaytishi uchun orqa-orqadan bayonot e'lon qilgan bo'lsa-mu, biroq Berma va Bengla hukumatlari 23-noyabrda bir xil kelishim imzolaganligini, kelishimda Bermaga qaytishni xohlaydiganlarning Bengla tarafga o'tishdan ilgari Bermada yashaganligini dalillashini shart qildiganligini, bir qancha yillar ilgari fuqarolik huquqi tartib etilgan Arakanlik musulmonlarning Berma hukumat arxivlarida ismlarining bo'lmasligi og'ir qiyinchiliklarni tug'dirganligini oshkorildi. Afrin harbiy harakatida 260 terrorchi yo'qotildi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Turkiya armiyasi tomonidan bu haqda e'lon qilingan bayonotda Afrin harbiy harakati jarayonida hozirgacha PKK, KJK, PYD, YPG va Daesh qatorliq terrorlik tashkilot unsurlaridan 260 ujuqtirilgan. Terrorchilarga oid panoh joylar, qurol-yarog' va o'q-dori iskilotlari yer bilan yakson qilingan. Harbiy harakat jarayonida fuqarolar va ma'sum insonlarning ziyonga uchramasligi uchun har jihatdan atrofli tadbirlar elingan. Hamda Turkiya armiyasi bu nuqtaga alohida diqqat qilgan. 30 kishilik o'quvchilar guruhi bizmo Turkiya armiyasi bilan urushda birga dedi. 23-oktyabr Aksu televiziya xabarida bildirilishicha, dunyoning har qaysi joylari va Sharqi Turkistondan Turkiyaga o'qish uchun kelgan 30 kishilik o'quvchilar guruhi qo'llarida Turkiya va Sharqi Turkiston bayrog'ini ko'targan holda Turkiya armiyasining sho'ba atritiga kelib, o'zlarining Turkiya armiyasining Afrin harbiy harakatini qo'llaydiganligini va harbiy harakatga qatnashish orzusining borligini bildirgan.